Assalomu alaykum hammaga. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda prop kompaniyalar haqida gaplashamiz. Ya'ni prop kompaniyalar qanaqa ishlaydi, qanaqa logikada, qanaqa sxemada, qayerdan pul оборот qilishadi, sizga qayerdan pul to'lab berishadi. Xullas, bugungi videoda общий shu hammasi bo'yicha sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Videoni boshiga keladigan bo'lsak, boshidan oxirigacha xudo xolasa prop kompaniya va prop trading haqida gaplashamiz. Avvalambor umuman prop haqida bilimi yo'li uchun tushuncha beraman. Prop kompaniya bu nima? Bu shunaqa kompaniyaki sizga 30 yoki $50 evaziga $5000 shot beradi. Ya'ni siz kompaniyaga $50 to'lov qilasiz va u kompaniya sizga $5000 shot beradi. Hozirga tak tut beraman mana. $5000 shot beradi sizlarga kompaniya. Nech pul evaziga? $50 evaziga. Misol uchun deb aytaman, aslida unaqa emas narx. $50 evaziga. Va prop kompaniya sizga bergan $5000 aslida birinchi berayotgan real shot emas. Nimaga? Ular $5000 berayotganda sizga qoidasi bo'yicha beradi. Ya'ni ikkita etap bo'ladi. Shu ikkita etapdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Birinchi etap bu 8% qilishingiz kerak. Ya'ni agar mabodo $10000 shot oladigan bo'lsangiz, $800 foyda qilishingiz kerak birinchi etapida. Ikkinchi etapida yana sizga $10000 demo shot beradi. Unda ham 5% qilishingiz kerak. Ya'ni birinchi etap 8%, ikkinchisi 5%. Tushunarli? Mana shot oldingiz, $50 to'lov qildingiz, $10000 shot oldingiz. Unda $800 foyda qilasiz va ikkinchi shot beradi sizga. Birinchini olib qo'yishadi. Ikkinchi shotda ham $500 foyda qilishingiz kerak bo'ladi. $500 foyda qilganingizdan keyin sizga 3 ish kunida sizga $10000 real shot taqdim etishadi. Va o'sha real shotda qilgan foydangizni 80-20 prop shot bilan bo'lishingiz bo'ladi. Ya'ni 80% sizniki, 20% prop kompaniyaniki bo'ladi. Bu degani ya'ni ikkita etapdan o'tasiz bo'ldi va Fundedda ishlashni boshlaysiz. Funded bu sizga prop shot bergan real shot hisoblanadi. Endi prosatkasiga keladigan bo'lsak, minus qanaqa bo'ladi? Minus birinchi etapda ham, ikkinchisida ham, uchinchisida ham, xullas hamma realda ham, общий hamma prop kompaniyada deyarli 1 kunlik va общий prosatka muddati bor. 1 kunlik prosatkangiz 5%, ya'ni 1 kunda $10000 shot oladigan bo'lsak, 1 kunda, hozirlik tushuntiraman, qaranglar. 1 kunda mana $10000 dan deb oladigan bo'lsak, buni 5% $500 bo'ladi. Ya'ni siz 1 kunda $500 dan ortiq zarar qilishingiz kerak emas. Agar $500 dan ko'proq qiladigan bo'lsangiz, sizni real shotingizni ham, demongizni hammasini olib qo'yishadi. Tushunarli? Etapdan o'tish muddati qancha kunda o'tsam bo'ladi deydigan bo'lsanglar, eng kami 3 kun va xohlaganingizcha. Ya'ni xohlang 1 oyda o'ting, xohlang 1 yilda, xohlang 6 oyda, xohlang 1 kunda, xohlasangiz 3 kunda. Lekin agar siz 1 kunda o'tib qo'yadigan bo'lsangiz, siz 3 kun yana kuchingiz kerak. Chunki minimalniy etapdan o'tish kunlari bu 3 kun. Tushunarli? Srednika 1-2 hafta desak bo'ladi. 1-2 hafta ichida siz agar birinchi etapdan o'tadigan bo'lsangiz, 1-2 kunda yana sizga ikkinchi etap beradi va yana 1-2 kundan keyin agar foyda qiladigan bo'lsangiz, yana 2-3 kun o'tgandan keyin Funded account beradi. O'sha Funded real accountda siz $10000 dan qilgan foydangizni 80% o'zingizga, 20% prop kompaniyaga bo'ladi. Xuddi shunaqa sxemada ishlashadi ular. Hamma propda ishlash foydasi har xil. Bir xil 70 ga 30, bir xil 80 ga, bir xil 90 ga 10. Bittanasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, real prop shot olganimdan keyin men qanaqa qilib pul chiqarishim mumkin desanglar, bir xilida pul chiqarish kuni 15 kun. Ya'ni siz real account olasiz. Mana bugun birinchi oy birinchi kuni bo'lsa, siz prop shotni olgan kuningiz birinchi bo'lsa, ya'ni 15-chisloda siz pul chiqarishingiz mumkin. Ungacha pul chiqara olmaysiz. O'sha 15 kun ichida qilgan foydangizni siz 15-chislo kuni chiqara olsangiz bo'ladi. Bir xilida 30 kun. 30 kun ichida 30 kun, ya'ni 1 oy savdo qilasiz. O'sha 1 oy savdo qilganingizdan keyin pulni chiqarasiz. Pulni qayerga chiqaraman deydigan bo'lsangiz, Rais degan kошелек bor. O'shandan bemalol chiqara olsangiz bo'ladi. Juda ham tez tashib beradi. Xo'p, O'zbekistonda ham bir ikkita prop kompaniyalar chiqyapti. Ular даже zo'r taklif berishgan. Foyda qilsangiz, sizga borib naqd, ya'ni ofisiga chaqirishadi foyda qilganingizdan keyin. Ularning ham xuddi shu qoidalar
Ular, ya'ni siz foyda qilganingizdan keyin ular sizga naqd pul sifatida berishadi. Lekin O'zbekiston prop kompaniyalari yomon deya olmayman, yaxshi ham deya olmayman. Hali sinovdan o'tmagan. O'shaning uchun chet el kompaniyalarni, ya'ni chet ellik prop kompaniyalaridan maslahat beraman olishinglarni. U qanaqa kompaniyalar deydigan bo'lsanglar, mana bittalab sanab o'tib ketaman. The 5 years bor. O'sha birinchi o'rinda turadi men uchun, boshqalar uchun bilmayman. Birinchi o'rindagi shu, ikkinchisi Funny Pips bo'ladi. Funny Pips. Tak. Va uchinchisi Funded Next bo'ladi. To'rtinchisiga nima qo'shsam bo'ladi? To'rtinchisiga yana variantlar qo'shsam bo'ladi bemalol. Ularni ham hozir yana ko'p prop kompaniyalar bor. Aynan men maslahat bera oladiganim yana bitta qo'shsak bo'ladi. MFF desa ham bo'ladi. Lekin o'zim ishlaydiganim bu qaysi desanglar, o'zim ishlaydiganim bu The 5 years bo'ladi. Ya'ni mana shu birinchida turgan prop kompaniya bo'yicha men ishlayman. Hamma shotlarim o'sha prop kompaniyada. Nimaga aynan prop kompaniya, nimaga real shot emas? Sababini hozir tushuntiraman. Real shot bu o'zi вообще-то kerakli. Real shotda ishlashni o'rganishimiz kerak. Lekin boshida siz tajribangiz yo'q yokida psixologiyangiz noto'g'ri, riskingizni boshqara olmayotgan bo'lsangiz, prop shot aynan siz uchun faqat silib qotgan bo'lsangiz. Chunki prop shotda kunlik 5% dan ortiq minus qilib bo'lmaydi. Agar общий vaqt deydigan bo'lsak, 10% protsentga, ya'ni bir kunda $500 minus qilish emas, mumkin emas va общий, masalan, 1 oy 2 oyda $1000 minus qilish mumkin emas. Ya'ni общий protsentga 10%, bir kunlik protsentga 5%. Va o'sha prop shot olganingizda siz riskingizni hisoblab zelka ochishni boshlaysiz. Ya'ni hozir 5% minus qilsam, prop shotimni olib qo'yadi prop kompaniya degan xayolda siz riskingizni kamaytirib, o'zingizni tarbiya qilib ishlashni boshlaysiz. Prop trading bu aslida armiyaga ketish misoli desam bo'ladi. Ya'ni siz hayotda maza qilib kulib yurgan, yashnab kulib yuribsiz, misol uchun bu real shot. Armiyaga ketish bu prop trading ham bo'ladi. Chunki undan pul chiqarish uchun siz intizom bilan savdo qilishingiz kerak, riskingizni juda ham kamaytirishingiz kerak. Как bilib-bilmay zelka ochishingiz kerak emas, yaxshi analizlar qilib, keyin как ishlashingizga to'g'ri keladi. O'sha prop trading sizni aynan tarbiyalaydi. Va prop shotdan pul yechishingiz bu yaxshi natija degani. Chunki hamma ham prop shotlardan pul yecha olmaydi. O'shani hisobga olish kerak albatta. Prop trading realga qaraganda baribir ancha qiyinroq. Chunki siz realda 100% risk qila olasiz, a prop kompaniyada 10%. Ya'ni sizda $100 bo'lsa, realda 100% ni silib qila olasiz. Ya'ni katta lot ochib bittada silib qolishingiz bo'ladi. A prop trading unaqa emas. Prop trading, ya'ni prop kompaniyalarda 10% risk. Ya'ni kunlik 5%. $500 minus qilsangiz sразу shotingizni olib qo'yadi. Shuni bilgan holda siz o'sha riskingizni ham kamaytirishni boshlaysiz. Va как The 5 years saytlarini, xullas hammasini описаниеda qoldiraman. Hozirlarga qanaqa описаниеga o'tishni sizlarga o'rgataman. Mana qaranglar o'rtoqlar, mana shu joyda еще knopkasi turibdi. O'sha yeshoga bossanglar va yana yesho knopkasi chiqib keladi. Unga ham bitta bossanglar, hamma silkalar chiqib keladi. O'sha silkalar orqali qo'shila olsanglar bo'ladi. Bu eski videodagi silkalar, yangi hozirgi videodagi silkalar hammasi prop shotlarning hamma silkalari bo'ladi. O'shandan bemalol qo'shila olsanglar bo'ladi. Keyin yana bitta narsa o'rtoqlar, prop kompaniyalarning ko'pida yengil vaqtda savdo qilish mumkin emas. Ya'ni real funded account olganingizdan keyin hammasida ham emas, ayrim birlarda yengil vaqtida savdo qilish mumkin emas. Agar yengil vaqtida savdo qiladigan bo'lsangiz, sizni $10,000 real akkauntingizni olib qo'yishadi va sababini yozib qo'yishadi. Ya'ni newsda savdo qilganingiz uchun sizni prop shotingiz xullas olib qo'yildi degan SMSlar keladi. O'shaning uchun har bitta prop kompaniyadan olayotganinglarda, shot olayotganinglarda iloji boricha qoidasini o'qib keyin olganinglar ma'qul. Men o'zim ishlayotgan prop kompaniya bu The 5 years. Buni silkasini описаниеda yozib qoldiraman. Keyin o'rtoqlar, agar kim mabodo как prop shot olib etapidan o'tmoqchi bo'lsa va etapdan o'tishga qiynalayotgan bo'lsa, sizlarga как Telegram kanalim bor. Aynan prop trading bo'yicha u Telegram kanalda men propdan qanaqa o'tish, prop darsliklari, analizlar, mana o'zimiz zelkalarim, men bilan bir xil zelka ochishlar mumkin. Har doim emas, lekin ora-orada bo'lib turadi. Analizlarim, qaysi propdan o'tganim, qaysi propdan pul
Hammasini o'sha Telegram kanalda qo'yaman. U Telegram kanalim albatta описаниеda bo'ladi. Описание orqali mumkin bo'ladi. Keyin yana bitta qoida, prop kompaniyalarda razgon qilib bo'lmaydi. Ya'ni razgon katta lot ochib tashab yoki ko'p zilka ochib tashab, yopib to'xtovsiz yopib ochaversanglar, sizlarni HTF robot ishlayapti deb turib blok qilish ham mumkin. Ya'ni HTFlar mumkin emas normalniy proplarda. Keyin har xil mashinniklar bor prop tradingda olamida, prop trading olamida. To'g'ri desam, qanaqa mashinniklar desanglar, ular aytishadi, mana etapidan o'tib beramiz, u yoq qilamiz, bu yoq qilamiz. To'g'ri, etapidan o'tadi, lekin u etapidan o'tib beradigan prop kompaniya mashinnichеский prop kompaniya. Nimaga desanglar, chunki lekin oldinlari bor-da, oldinlari qilsa realniy ichib berardi, tipa oldinlari realniy robotda o'tib real shot olib bundan yetsiz bo'lardi. Lekin hozir aynan bugungi kunda hech qaysi normalniy prop kompaniya robot qo'yib bermayapti o'sha. Tushunasizlar? Ya'ni oldinlari odamlar robotda o'tib real shot olardi. Hozir kimdir mabodo sizga etapdan o'tib beraman, siz sразу yo'ding. Chunki etapdan o'tib beradigan kompaniyalar pul yechib bermaydigan kompaniyalar bo'ladi. Agar siz uni sotib olgan bo'lsangiz, tabriklayman, uxlagansiz, undan pul yecha olmaysiz. Men garantiya beraman bu narsada. Uni oldinlari shunaqa edi, rostida, tipa rostdan pul yechish bo'lardi. Hozir lekin normalniy prop kompaniyalar ular bu narsaga yo'l qo'yib bermaydi. Agar prop oladigan bo'lsangiz, mana shu spiskdagi proplardan tashqari men sizlarga yana bitta prop yozib qo'ydi. U ham 5-o'rinda. O'zingizlar tushunib oldinglar qanaqa reytingligini. Propmi shunaqa edi xullas. Ya'ni bu ham zo'r prop kompaniya, juda ham ko'p tanishlarim bu prop kompaniyada pul yechgan. Agar prop olmoqchi bo'lsanglar, aynan mana shu 5 talik ro'yxatdan tashqari bo'ladigan prop bo'lsa, olib o'tirishni maslahat bermayman. Yana ham agar boshqasini olmoqchi bo'lsanglar, Trustpilotni tekshirganinglar yaxshi. U Trustpilot sizlarga anaqani reytingini chiqarib beradi. Ya'ni qaysi prop kompaniya qanaqa reytingdaligi. U saytda, uni ham описаниеda yozib qoldiraman. U описаниеga ham bemalol saytga kirib tekshirib olsanglar bo'ladi. Описание xullas sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi, chunki hamma narsaning silkasi bor edi. Bemalol silkalar bo'yicha qo'shilib o'rgansanglar bo'ladi. Keyin yana agar mabodo kimdir sohada bo'lgan tajribasi kamroq bo'ladigan bo'lsa, bizda Telegram kanalga o'tib administrator yozsanglar, bizda individualniy как обучение bor, ya'ni individual o'rganasizlar. Prop trading, imенно prop olamini полный qanaqa etapdan o'tish, qanaqa ishlash, qanaqa analiz qilish, bizda полный SMC yo'nalishida ishlab faoliyat olib boramiz. Shu bo'yicha sizlar ham ishlab foyda qilsanglar ham bo'ladi. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta